hajning vaqti Shavvol va Zulqa'da oylari hamda Zulhijja oyining dastlabki 10 kunidir. Bunga ishora qilib Alloh taolo o'zining kalomida quyidagicha xitob qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Haj ma'lum oylardir. Kimki ularda o'ziga hajni farz qilsa, hajda shahvoniy narsalar, fisq va janjal yo'qdir. Nima yaxshilik qilsangiz Alloh uni biladir. Ozuqa oling, eng yaxshi ozuqa taqvodir. Menga taqvo qiling ey aql egalari. Baqara surasi 197-oyat. Oyatning mazmuniga ko'ra hajga boruvchi inson taqvo bilan zinatlanib bajarayotgan amallarini chiroyli ado etishga harakat qilishligi kerak. Qolaversa, sanoqli haj kunlarini oxirati uchun zaxira bo'ladigan amallar bilan o'tkazishga oshiqsin.